Keldingmi? Ha, keldim. Shu paytgacha qayerda yursan? Soatga qaragin. Bunaqa vaqtda dars qilib o'tirishing kerak emasmidi? Ona, nima men sizga yosh bolaman, faqat terga yurasiz. Muhim ishlarim bor edi. Yurgandim. Hali endi 10-sinf bo'lsang, qanaqa muhim ishing bo'lishi mumkin? Kechasi ko'chada yurmagin jon bolam, qo'rqitib yuboryapsan. Mani sizga umuman og'irligim tushgan yo'q, umuman qiynaganim yo'q. Siz o'zingiz asabiylashib qiynayapsiz. Manda hammasi joyida. Dam olaman, men ketdim. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum muslim birodarlar. Mana ota-ona har doim tashvishda. Farzandi agar sal kech qoladigan bo'lsa, bu albatta ularni vahimaga soladi. Farzandini yaxshi bo'lish, inson bo'lishini xohlashadi. Lekin xohish kamlik qiladi. Bu farzandni qanday tarbiyalash kerak? Qaysi mahalda qanday tarbiya beriladi? Qaysi mahalda qattiqroq gapiriladi, qaysi mahalda yumshoq gapiriladi? Bularni o'rganishadi. Lekin bu yerda eng umumiy nima bor? Narsa borki, adashgan narsa. Biz o'sha ta'lim berishni o'zimiz o'rganib, keyin o'rgatishimiz kerak. Biz o'rgangan manba qaysi bo'lish kerak desa, bu Allohning dini bo'lish kerak. Allohning dinida hamma narsa berilgan, to'g'ri yo'l, to'g'ri narsa berilgan. Endi Allohning dinini inkor qilib najas qonun chiqargandan keyin u albatta o'zining natijasini bermaydi. Birinchidan farzandni tarbiyalash uchun bu ota-ona bu bir oynaga o'xshaydi. Farzand o'zi aynakka qarab o'zini ko'radi. Ya'ni o'sha siz nima oynada mana siz oynadasiz. Sizni ko'radida, siz nima qilsangiz shuni qiladi. Siz nimani aytsangiz qilmaydi. Bu qandaydir inson shu nima deydi? Bo'ladigan narsa. Inson boshqacha o'ylay olmaydi. Qancha gapirganingiz bilan uni foydasi yo'q. Uni amalda ko'rsatish kerak. Endi hozirgi mahalda insonlar amalda ko'rsatyaptimi desa, amalda ko'rsatmayapti, teskarisini ko'rsatyapti. Buni ta'sir qilish uchun, to'g'ri yo'lda yurish uchun. To'g'ri yo'l qaysi deganda bu Allohning yo'li. Boshqa yo'llar hammasi zalolatga olib boradigan yo'l. Bir nimani daraxtni ekindimi, ekadigan bo'lsangiz, u daraxt qanday suv ichadi? O'sha miqdorda suv berishingiz kerak. Undan oshib ketsa ham, kam qolsa ham qurib qoladi. Yo bo'lmasa mana yurishni bilasizlar, sholiga keladi. U butunlay suvda turadi. Bug'doychi, u quruq joyda o'sadi. Bu Allohning bu qonuni shu. O'shanda o'zgartirishingiz bo'ladi. Endi biz farzandlarimizni tarbiyalashimizga Alloh o'zi qonun chiqarib qo'ygan. O'sha qonun bilan yashaydigan bo'lsak, to'g'ri yuradi, bo'lmasa yo'q. Eng muhimi birinchi narsa, o'sha yosh bolani nima bilan? Halol ovqat bilan baqish kerak. Halol ovqat bilan. O'sha bola nima yegan bo'lsa, o'sha ta'sir qiladi. Harom yeb qo'ygan bo'lsa, uni o'nglab bo'lmaydi. Endi ikkinchisi, o'sha bolani halol ovqat bilan baqdingiz, endi unga tarbiyalayotganingizda o'sha tarbiyani Qur'ondan qidirishingiz kerak. Dindan qidirishingiz kerak. Alloh bizga farzandlarni qanday tarbiyalashni o'zini yo'l ko'rsatgan. Eng muhimi o'sha yerda nima bo'lyapti? Hozirgi mahaldagi mana biz berayotgan ta'lim najas qonun chiqargan ta'lim. O'sha qizlaringizni, farzandlaringizni, o'g'il bolalaringizni boshidan mana bog'chadan bir o'g'il, bir qiz qilib o'tkazadi. Maktabda ham mana shu bir qiz, bir o'g'il bo'ladi. Ular avratlarini ochib, erkak kishilar bilan bir nimada mana shu maktabda tarbiya olganda, maktabda bitkazgan qiz 17 ga kirganda o'sha maktabda bu yarim yalang'och desang bo'lmaydi-yu, Alloh buyurganday yashamaydi. Siz uyda unga Alloh buyurganday tarbiya, ta'lim bermaysiz. Shunday bo'lgandan keyin hech narsani kutmang. Mana men o'zim farzand tarbiyalaganman.
O'zi mening 3 ta o'g'lim, bitta qizim bor. Endi bir buni gapirmasa ham bo'lardi, lekin shu agar juda so'rasanglar nimada yozarsizlar, nimada kommentariyada. Birinchidan siz bolangizga buyurmang, o'zingiz qiling. O'sha nimani qushlar ham bolasini uchirishga uch demaydi. O'zi uchadi, orqasidan bolasi erchi uchadi. Endi balalar qanday tarbiyalaydi unisini bilmadim endi, lekin qush inida ko'rganini qiladi deydi. Siz uyingizda diniy muhit bo'lish kerak. Qolgan muhit bo'lsa, o'sha yerda muhit buzuq muhit. O'sha narsa odamni adashtirishga boshlaydi. Masalan, mehmon kelganda oldiga bunday aroq qo'ysangiz, erkak ayol birga mana u bitta dasturxonda o'tirsangiz, uni ustiga avratlaringiz ochiq bo'ladigan bo'lsa, o'sha avrati ochiq erkak aralar o'tirib yashayotgan nima, birga bo'layotgan odamlarning tarbiyasi o'zi tarbiya olmagan odam bo'ladi. Bizlar tarbiyasiz bo'ladi. Endi tarbiya deganda bu tarbiyasi bor, bu lekin mana u zalolatdagi tuzumni tarbiyasi. Eng muhimi bu yerda uyda qilayotganingiz bir ishda har narsani Alloh buyurgandek qilish kerak. Mana payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallam aytganlarida, har bir ishni bismillah bilan boshlamasangiz, uni orqasi kesik degan. Bu degan narsani bismillah deb aytilsa bo'ldimi? Bismillah degan bu Allohning dini bilan boshlash kerak. Farzandlarga Allohning dinida qanday ko'rsatgan bo'lsa, shunday nima qilinadi, tarbiya bilish kerak. Siz o'zingiz o'sha qizingizni hozirgi tuzib shunday qilib qo'yganki, boshidan yarim yalang'och qilib chiqarishga boshlanadi. Undan keyin u haligi erkak ayol o'rtasidagi aralash muhitga tushadi. U yerdagilarchi, agar siz uyda yaxshiroq tarbiyalagan bo'lsangiz, bu yerda qancha tarbiyasizlar bor. Siz u ehtimol aroq ichmagan, sigaret chekmagan odamdirsiz. Lekin o'sha farzandlaringiz qo'shilib yurganlarda qanchasini enasini haligi nima deb qo'yadi? Enasi bor, otasini tayin yo'llar bor. Yoki bo'lmasa o'sha ota enasi da dindan umuman uzoq. Haligi spirtli narsalarni ichadigan, sigaret chekadigan, ba'zi birlari esa mana u narkotik ham iste'mol qiladiganlar bor. Ana o'shalar bilan aralashib yurgandan keyin u inson o'shalarda haligi farzandlardan ta'sirlanadi. Shuning uchun siz farzandingizni tarbiyalayotgansiz, birinchi narsani shuni bilib qoling. Farzandim, mana u Allohning dini bilan yashashimiz kerak narsa degan narsani sig'dirib qo'ying. Keyin siz Allohning buyruqlarini to'liq bajaring. Farzandingiz to'liq bajaradi. Ana o'sha bilan nima qiladi? Bu to'g'ri yo'lga yetalaysiz. Bolangiz siz aytganda hech qachon qilmaydi, qilganingizni qiladi. O'zingiz noto'g'ri ish qilib turib farzandga buyursangiz bo'lmaydi. Bir nima avliyo odam bor ekanda. Shu odamga bittasi bolasini olib kelibdi. Bolasini olib kelib, shu bola asalni ko'p yeb qo'yibdi. Shuni bir narsa qilib sup qilib bering endi shuni. Nimani asalni ko'p yeb ziyon qilmasin desa 40 kundan keyin olib kelinglar degan ekan. 40 kundan keyin olib kelgan ekan, hali bolani peshonasini silab, o'g'lim asalni ko'p yemang, ziyon bo'ladi debdi. Degan deb beribdi, mana ketavering. Hali bola borib o'shanaqa nimani asalni oz yegan bo'lib qolibdi. Kelib hali odamdan so'rabdi, "Asha aytganingiz darrov bo'ldi. O'shani nimaga 40 kun avval aytmadingiz?" deganda, 40 kun avval men asalni o'zim rosa yeyatdim. O'zim asal yeb turib farzandingizga asal yema desam ta'sir qilmasdi. 40 kun asal yemay o'tirdim. Shu bilan meni ta'sir qildi. Shuni singari o'zingizda bor narsa bo'lsa o'sha farzandga o'tadi. O'zingiz bilmagansiz. Mana u o'zi diniy tushunchangiz bo'lmagani uchun mana u yomon ishlarni qilib yurgansiz, o'zingiz sezmagansizda buni. Shu tufayli bo'lyapti. Mana men 3 ta o'g'lim, bitta qizim bor. Men o'sha nimani, o'sha qizlar, bolalar meni biror marta sigaret chekkanimni ko'rishmagan, aroq ichganimni ko'rishmagan. Eng muhimi, uyda ham men hech qachon mana faxsh nimalarni so'kishmasdim. Shu so'kishni bilmaganim uchun, bolalar so'kishni ham bilmaydi ekan.
Ha, bir kun nima bo'ldi? Yosh bolalar endi nimada hadeb nima haligi o'limni nimasiga tegyapti-da qashiga. Bunaqa qilib. Undan keyin u o'g'lim baqirib menga dadam o'g'lar meni bunaqa qilyapti dedi. Deydi, undan keyin hazillashib so'k dedim ular dedim. Desam og'zini ochib qarab turibdi, qanaqa qilib so'kishni eshitmaganda bir albatta. Hazillashib ruchka, pero, daftar deb so'zsam shunday qarab turib, haligi 3 yashar bola ularda ruchka, daftar, pero deb so'kishni boshladi. Harilar to'malab qolishdi. O'sha bolam men so'kkanimni ham ko'rmadi. Men tozaman. U shunaqa demayman. Lekin meni farzandlarim ko'rmagan shu narsani mendan. Ularni men nima qilayotganini tarbiya qilayotganda. Shu o'sha mahalda 3 yashardan masjidga olib borganman. Shu tufayli ular hammasi namozxon bo'ldi. Shular biror marta ularga sigaret chekma, aroq ichma degan emasman. Hozir o'sha katta o'g'lim mana 44 ga kiribdi. 82-yil bo'lsa 44 bo'ladi. Undan kichigi, undan qancha yosh? 5 yosh kichik. 5 yosh kichik. Unisi ham keyingisi mana 36 ga kiribdi. Biror marta sigaret chekmagan. Ularga men sigaret chekma demadim. Aroq ichma demadim. O'zim meni ko'rishmadi meni aroq ichganimni yoki nima sigaret chekkanimni. Shu tufayli shunday bo'ldi. Doim masjidga qatnadim, masjidga qatnashdim. Shu namozni o'rgatdim, bilganim shuni. O'rganishdi. Keyin men shu farzandlarimga shu bir oz vaqt bo'lib qolganda shu nima bo'lgan qancha desa bo'ladi. Bir yil shu harom desa bo'ladi, shu qo'shilib qo'ygan narsani yedirganman. Shu bir yilda unda shunaqa harom ish bilan ishladim-da. Yo 1 yil emas ekan. Hozir bir 2 yilcha bo'lgan ekan. Qolgan mahalda har doim toza ovqat bilan boqdim. Hech qanaqa o'g'irlatmadim. Ularga nima qilib haromni ushama dedim. O'sha farzandim bir kun nima bo'lib pul yutib olibdi. Haliga nimaga kirgan ekan? Kompyuterga. O'sha yerda nima bo'layotgan ekan? Musobaqada 500 so'm yutib chiqibdi. 500 so'm degani u mahalda bir 20 dollarga menga shunaqa bo'lardi. Haliga priz olibdi. Dada dedi, mana yutib oldim dedi. Rosa so'kib, hali pulni olib bir boshqaga berib yubordim. Yaqinda bir ashida o'g'lim aytdi, dada haliginda 500 so'mni olib qo'ymasdingiz-da nima bo'lardi ekan deb turibdi. Qarang. Allohga shukr, qizim, ayolim mana 30 pora Qur'onni xatm qilishgan, annayimdan allaqancha ilm olishgan, arabchani ham allaqancha bilishadi. Farzandlarim ham 1 gram shu magacha aroq ham ichmadi, sigaret ham chekmadi. Sababi ular o'zim men ko'rmadim, men ularni tarbiyaga chaqirdim. Men o'zim ko'rmagan narsani, menda ko'rmagan narsani qilishmadi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.